Assalomu alaykum. Mana hozir biza sizlar bilan qo'g'irchoq gulni boshlaymiz. Buning uchun biza hozir birinchi ishimiz 4 ta zanjir ko'tarilib olamiz. Mana 1, 2, 3, 4. Bitta ko'tarilib va birinchi zanjirimizga to'qiymiz. Mana to'qiganimizdan keyin 3 ta ko'tarilamiz. 1, 2, 3. Mana 1, 2, 3 ko'tarilgan bo'lsa, mana bu oxiriga biza hozir ko'tarilib olib yana to'qiymiz. 1, 2, 3 ipimizni ko'tarib olamiz va yana to'qiymiz. Uzun chokimizni 1, 2, 3 ko'tarilamiz va to'qiymiz. 1, 2, 3 ko'tarilamiz, to'qiymiz. 1, 2, 3, 4, 5. Mana shunaqa naqshda 10 ta to'qib olishimiz kerak. To'qishda davom etamiz. Mana 10 ta naqshim to'qib bo'ldi. Mana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Endi ikkita ko'tarilamiz. 1, 2 o'girib olamiz va yana ipimizni ko'tarib mana shu naqshimizni ichiga biz 7 ta to'qib olamiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 va 7. Mana ikkita naqshimizni o'rtasida mana bunaqa bizada kichkina zanjircha bor. Mana shu zanjirchaga oddiy ko'tarmasdan kichkina chokimizni to'qib olamiz va yana bitta ko'tarilib uzun chokimizni to'qib olamiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 va 7. Yana orasiga to'qib olamiz. Mana shu tarzda biza hozir oxirigacha bormaymiz. Oxiridan ikkita qoldiramiz. Mana shu ikkita naqshimizni qoldiramiz. Jami 8 ta to'qib olamiz. To'qishda davom etamiz. Mana oxirigacha keldik. Ipini uzdim. Endi mana ikkita qoldi. Mana shunga biza hozir yashil ipimizni qo'shib olamiz. Mana oxiriga bizani naqshimiz, shu naqshimizga biza hozir mana tuguncha qilib oldim. Yashil ipimni bitta chiqarib olib va birikitib 1, 2 ko'tarildim. Ko'tarilganimdan keyin mana shu naqshimga 4 ta to'qiyman. 1, 2, 3, 4 va 4 ta to'qiganimdan keyin pekok qilaman. 1, 2, 3 pekok qildim. Mana yana 4 ta to'qiyman. 1, 2, 3, 4. 4 ta to'qiganimdan keyin ikkita ko'tarilaman va mana shu naqshimni ichiga mana shunday to'qib olaman. Mana endi yana mana orasiga bitta to'qiyman. Naqshimni ichiga bitta to'qiyman, ikkita ko'tarilaman va shu yerga yana 4 ta to'qiyman. 1, 2, 3 va 4. Ana endi bo'lsa pekko.
peko bizada mana 3 ta ko'tarilaman. 1 2 3 va mana shunga yana to'qib mana bunaqa tuguncha hosil bo'ladi va yana 4 ta to'qiyman. 1 2 3 va 4. ikkita ko'tarilaman va shu yerga to'qib ishimni tugataman. Kesib olaman. Kesganimdan keyin mana shu iplarimni mustahkamlab nina ip bilan mana shu tarzda tikib chiqishimiz kerak. Mana bunaqasiga tikib orqa tarafidan bunaqasiga tikib mana shu iplarini orqaga qilib mana shunaqa gulimizni tayyorlab olamiz. Mana tayyora. Mana orqasiga hammasini tugib olib, tikib, xohlasanglar mana bu yerga qanaqadir ham munchoq qilsanglar ham bo'ladi. To'qishda davom etamiz. Hozir endi bosh qismini to'qiymiz. Buning uchun biz ikkita ko'tarilib olamiz. Mana ikkita zanjir. Birinchi zanjirga 6 ta to'qiyman. 1 2 3 4 5 va 6. Mana 6 ta to'qib oldim. Endi har bittasiga qo'shimcha to'qiyman. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 va 12 mana. Endi keyingi qatorimizda 3-chi qatorimizda bitta to'qiyman va bitta ko'paytiraman. Jami 18 ta bo'ladi. 1 2 3 bitta to'qiyman. 4 5 6 7 yana ikkita to'qiyman. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 va 17 18. Keyingi qatorimizda ikkita to'qiyman va 3-chisiga ko'paytiraman. Shu tarzda 1 2 3 4. Yana hozir ikkita to'qiyman va ko'paytiraman. Shu tarzda oxirigacha o'zimiz to'qib boramiz. Mana hozir bizda 24 ta bo'ldi. Ikkita to'qib, 3-chisida ko'paytirdim. Mana endi esa 3 ta to'qiyman va ko'paytiraman. 1 2 3 va ko'paytiraman. Yana 1 2 3 va ko'paytiraman. Shu tarzda oxirigacha mustaqil to'qib chiqamiz. 3 ta to'qib ko'paytirdim. Bu bizda 4-chi qator. 4-chi qatorda 30 ta choq bo'ldi. Ana endi esa 4 ta to'qiyman va ko'paytiraman. 1 2 3 4 va ko'paytiraman. 1 2 3 4 va ko'paytiraman. Shu tarzda oxirigacha
to'qiymiz. Oxirida bizada 36 ta chok bo'ladi. To'qishda davom etamiz. Mana hozir bizada 6 qator, 7 qator, 7 qatorda 5 ta to'qiymiz va ko'paytiramiz. 1 2 3 4 5 va ko'paytiramiz. Shu tarzda 6 marta qaytaramiz va bizani qatorimizda 42 ta chok bo'ladi. To'qishda davom etamiz. Hozir esa 6 ta to'qiymiz. 1 2 3 4 5 6 va ko'paytiramiz. Shunda bizani qatorimizda 7-qatorda 48 ta chok bo'ladi. To'qishda davom etamiz. Mana hozir 8-qatorimizni to'qib bo'ldik. Bu bizada 6 ta chok va bitta 7-chokda ko'paytiruv. Shunda bizani qatorimizda 48 ta chok bo'ladi. 9-dan 12-gacha biza 48 chokdan to'qib chiqamiz. Mana men to'qib bo'ldim. Ana endi 13-qatorimizga keldik. 13-qatorimizda 7 ta to'qiymiz va ko'paytiramiz. 1 2 3 4 5 6 7 va ko'paytiramiz. Shu tarzda oxirigacha mustaqil to'qib chiqamiz. Qatorimizda 54 ta chok bo'ladi. Davom etamiz to'qishimizni. Mana hozir biz 7 ta to'qib ko'paytirganimizda 54 ta chok bo'ldi. Shunda biz mana to'qib bo'ldim. Undan keyin 14-dan 17-qatorgacha biz 54 tadan to'qib chiqamiz. Mana to'qib bo'ldim. Keyingi ishimiz esa 18-qator. 18-qatordan boshlab bizada qisqartirmalar ketadi. Buning uchun 4 ta to'qiyman va qisqartiraman. Shu tarzda oxirigacha to'qib boramiz. 1 2 3 4 va qisqartiruv. Shu tarzda oxirigacha mustaqil to'qib boramiz. Mana to'qib bo'ldim. Endi 19-qatorda esa 3 ta to'qiyman va qisqartiraman. 1 2 3 va qisqartiramiz. 1 2 3 va qisqartiramiz. Shu tarzda oxirigacha to'qib boramiz va 20-qatorda 2 ta to'qiymiz, qisqartiramiz. 21-qatorda bitta to'qiymiz, qisqartiramiz. Mana bosh qismi tayyor bo'ldi. Yana bir bor qaytaraman. Shunda biz 20-qatorda 2 ta to'qidik, qisqartirdik. 21-qatorda bitta to'qidik, qisqartirdik. Va 22-qatorda 2 ta to'qidik va qisqartirdik. Mana bu 20-qator 2 ta to'qidim, qisqartirdim. Shunda 21-qatorda ichini halofiber yoki sintifon bilan to'ldirasizlar. Undan keyin mana hozir biz 23-qatordamiz. 23-24-qatorni shundoq to'qib chiqamiz. Qo'shimchasiz. Buni mustaqil to'qib chiqsak bo'ladi. Shunda bizani bosh qismimiz tayyor bo'ladi. To'qishda davom etamiz. Mana hozir endi tanasini boshlaymiz.
2 qator bo'yin qismini to'qib oldim va hozir esa tana qismini boshlaymiz. Buning uchun mana men sal boshqacha qattiqroq ipni oldim. Sababini hozir jarayonda ko'rib chiqamiz, tushuntirib o'taman nimagaligini. Shunda biza qo'shmasdan, qisqartirmasdan shundoq borligicha to'qib chiqamiz. Oxirigacha to'qib chiqamiz. Mana bitta qatorini to'qib oldim. Ana endi bo'lsa mana bunimiz bizani bug'doyimiz bo'lsa, bug'doy oldi qismi bor va orqa qismi bor. Orqa belidan to'qishni boshlaymiz. Orqa belidan shu tarzda oxirigacha to'qib boramiz mustaqil. Mana bir qator orqa belidan to'qidim. Shu tarzda yana 6 ta qator orqa belidan to'qiymiz. Shu tarzda to'qib chiqamiz. Mana 6 ta qator to'qib bo'ldim. Ana endi bo'lsa hozir birinchi bo'lib bitta to'qimasdan ipini chiqarib olaman va 1 2 3 4 ta ko'tarilaman. 4 ta ko'tarilgandan keyin ipimni ko'tarib olib uzun choqimni to'qib chiqaman. Yana bitta zanjir ko'tarildim. Uzun choqimni keyingi bug'doyimga to'qib olaman. Yana bitta ko'tarildim. Ipimni ko'tarib keyingi bug'doyimga uzun choqimni to'qib chiqaman. Mana shu tarzda oxirigacha to'qib chiqamiz. Mana oxirigacha to'qib bo'ldim. Oxirgi qatorimga keldim. Endi mana bunisini birlashtirib olamiz. Birlashtirganimizdan keyin 3 ta ko'tarilamiz. 1 2 3 va mana bu uzun choqimizni ip ko'tarib orqa belidan olib to'qib chiqamiz. To'qib va bitta ko'tarilamiz. Demak, ipimizni ko'tarib olib orqa belidan ipimizni chiqaramiz va to'qib chiqamiz va yana bitta zanjir tepaga ko'tarilamiz. Ipimizni ko'tardim, orqa belidan ipimizni chiqardim va uzun choqimizni to'qib yana bitta zanjir ko'tarildim. Oxirigacha to'qib, hozir oxirgi qatorda yana uchrashamiz. Oxiriga keldik. Mana ipimizni chiqarib to'qimasdan birlashtirdik va yana xuddi shunaqa 3 ta ko'tarilamiz. Ipimizni ko'tarib orqa belidan to'qib bitta zanjir tepaga ko'tarilamiz. Shu tarzda oxirigacha to'qib boramiz. Mana ikkinchi qatorimizni ham to'qib bo'ldik. Yana bitta zanjir ko'tarilib va to'qimasdan birlashtirib olamiz. 1 2 3 endi bu ikkita qatoridan sal farqi bo'ladi. 3-qatorini ipimizni ko'taramiz. Mana orqa belidan ipimizni tortib oldik
xuddi shunaqa to'qidik. Endi bitta zanjir emas, ikkita zanjir ko'tarilamiz. Yana ipimizni ko'tarib, to'qib, bir, ikkita zanjir ko'tarildik. Yana ipimni ko'taramiz, ipimizni shu tarzda 1 2. Mana xuddi shu tarzda 7 ta qator to'qiymiz. To'qishda davom etamiz. Mana hozir men 7 qator to'qib bo'lganimdan keyin mana qizil ipimni ulab oldim va oddiy har bitta bug'doyga kirib to'qib chiqyapman. Shuni boshidan oxirigacha to'qib chiqamiz va to'qishda davom etamiz. Mana endi etak qismini to'qiymiz. Buning uchun men 4 ta ko'tarildim va o'ziga yana bitta uzunchoq to'qidim. Bitta bug'doyimizni qoldirib, ikkinchisiga uzunchoqimni to'qib oldim. Orasiga bitta zanjirimni to'qib va yana uzunchoq to'qidim. Bitta qoldirdim. Ikkinchisiga uzunchoq to'qildi. Bitta zanjir va uzunchoq. Shu tarzda oxirigacha to'qib boramiz. Mana oxiriga keldik va ipimizni chiqarib olamiz, birlashtirib. Keyin mana bu V naqshimizga orasiga kirib bitta to'qib olamiz. Ipimizni ko'tarib, keyingi V naqshimizga 4 ta uzunchoq to'qiymiz. 1 2 3 va 4. 3 ta ko'tarilamiz. 1 2 3 va peko qilamiz. Peko to'qiymiz. Va yana shuni orasiga 4 ta uzunchoq to'qiymiz. 1 2 3 va 4. Bitta V choqimizni, naqshimizni qoldirib, unga oddiy to'qib olamiz va keyingi naqshimizga xuddi shu naqshni qaytaramiz. 4 ta to'qiymiz. 1 2 3 va 4. 3 ta ko'tarilamiz. 1 2 3 va mana bu yeriga ipimizni chiqarib yana chiqarib olamiz. Xuddi shu naqshimizni ichiga yana 4 ta to'qib 1 2 3 va 4. Keyingi naqshimizga oddiy to'qib olamiz, ip ko'tarmasdan va xuddi shunaqa oxirigacha to'qib boramiz. Mana oxiriga keldik. Ipimizni mana mustahkamlab kesib mana tayyor bo'ldi. Buni ipimizni bekitib olamiz. Shunda bizada mana bunaqa guldasta bo'ladi. Mana
bunaqa gullarimizdan ko'proq to'qib qo'yamiz har xil. Keyin hozir endi sochini, qo'lini to'qiymiz. To'qib oldik. Endi qizil ipimizni qo'shib olamiz va 6 ta to'qiyman. 1 2 3 4 5 va 6. Keyingi ishimiz orqa belidan to'qiymiz. Orqa belidan bitta to'qiymiz va ikkinchisi ko'paytiruv. Bitta to'qiymiz. Keyingisi ko'paytiramiz. Yana bitta to'qiymiz va ko'paytiruv. Shunda 3 marta ko'paytiramiz. Undan keyingisi ikkita to'qiymiz va ko'paytiramiz. Ikkita to'qiymiz va ko'paytiramiz. Mana hozir ikkita to'qib bitta ko'paytirib chiqdim. Shunda 3 marta ko'paytirdik va bizani qatorimizda 12 ta bug'doyimiz bor. Va hozir 2 qator 12 tadan to'qib chiqaman. Orqa belidan, faqat orqa belidan to'qilyapti. Mana bir qatorini to'qib bo'ldim. Bu ikkinchi qatorimiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 va 12. Mana to'qib bo'ldim. Endi bo'lsa mana 2 qator 12 tadan to'qidim. Bu ikkinchi qatorim. Endi esa qisqartiramiz. Bitta to'qiymiz va qisqartiramiz. Endi ikkita belidan olamiz. Hozir bitta to'qib ikkinchisini qisqartiramiz. Bitta to'qiymiz va qisqartiramiz. Bitta to'qiymiz va qisqartiramiz. Shu tarzda oxirigacha to'qib, ipimizni uzib va qo'limiz tayyor. Mana qo'llarini tikib qo'ydim. Deyarli tayyor. Bunisini mana mustahkamroq ipdan, sintetik ipdan, shnurdan to'qidim. Chunki oddiy ipdan to'qsangiz mana bunaqasiga turmaydi. Endi bo'lsa sochini boshlaymiz. Sochi uchun mana to'qib tayyorlab qo'ydim. Bu juda oson. Birinchi 6 ta to'qiymiz. Ikkinchi qatorida har bittasiga qo'shimcha qilamiz 12 ta. Uchinchi qatorida bitta to'qiymiz, ko'paytiramiz 18 ta
va oxirgi mana 4-qatorda esa ikkita to'qiymiz va ko'paytiramiz. Shunda bizani qatorimizda 24 ta bug'doyimiz bor. Ana endi esa 30 ta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 23 24 25 26 27 28 29 30 va oddiy orqaga qaytamiz to'qimasdan birlashtirib. Mana oxiriga keldik. Oxirida keyingisini to'qib va yana 30 ta pastga tushib qaytamiz. Shu tarzda oxirigacha to'qib keyin uchrashamiz. Endi oxirgi ishimiz ipimizni ulab olib, bitta ko'tarilib, oddiy aylanasiga to'qib chiqamiz bir qator. To'qib bo'lganimizdan keyin ikkinchi qatorimizda qisqartirma bo'ladi. Bir qator to'qib chiqamiz. Mana bir qator to'qib chiqdik. Endi birlashtirib bitta ko'tarilamiz va bu yog'iga qisqartirma ketadi. Qisqartirmani mana bitta to'qiyman, bitta qoldirib ketaman. Bitta to'qiyman va bitta qoldirib shu tarzda qisqartirma qilib oxirigacha to'qiymiz. Mana oxiriga kelib endi 3 ta ko'tarilib 1 2 3 va uzunchoq har bittasiga to'qiymiz. Har bitta bug'doyimizga to'qib oxirida uchrashamiz. Mana oxiriga kelib ipimni birlashtirib yana shu tarzda 2 qator 3 qator to'qiymiz. Shunda mana bizani yubkalarimiz ham formasi tashkil bo'ladi va mana bu bosh qismiga gullarni tikib chiqdim. Mana qo'lini buqib guldasta hozir yana 2 qator mana bu yog'ini lenta bilan bezab, shu bilan mana bizani guldasta qo'g'irchog'imiz tayyor bo'ladi.